Yigit kishini bitta do'sti bor. Kim u? Otam. Otam. Chiroyli eshittiladi, ha? Bittaga aytaymi? Umidjon aka. Hech bir o'g'il bola yo'qki yoshligida otasini bitta eski poyabzali, ya'ni tuflisi bo'lsa, uni kiyib ko'rmagan o'g'il bola bo'lmagan ekan. Hech bir o'g'il bola yo'qki yoshligida otasini eski kostyumini egniga otib ko'rmagan o'g'il bola yo'q ekan. Yigitlar, hech bir o'g'il bola yo'qki yoshligida otasini bitta eski mashinasi bo'lsa, o bola. Bitta eski mashinasi bo'lsa, o'sha eski mashinani o'g'irlab minmagan o'g'il bola yo'q. Hech bir o'g'il bola yo'qki yoshligida otasini eski velosipedi bo'lsa, o'shani ham minib qochmagan o'g'il bola yo'q. Bilasizlarmi? Ota ishdan charchab keladimi, bizga farqi yo'q. Otani cho'ntagida 1 so'm puli bormi, yo'qmi, uni ham bizga farqi yo'q. Otani kayfiyati bormi, yo'qmi, uni ham farqi yo'q. Biz farzandlar otani faqat bitta gap bilan qarshi olamiz. Nima? Bitta gap bilan qarshi olamiz faqat. U ham bo'lsa, ukam, ota bugun menga nima olib keldingiz degan chiroyli gap bilan qarshi olamiz. Lekin mana shu chiroyli gap otani gohida yuragini tub-tubiga botib ketadi. Cho'ntagida puli bo'lsa, marra otaniki. Bo'lmasa, o'sha yechgan poyabzalini ayollari jimitsa bo'lar ekan, lekin sizlarga qiyrab ekan. O'sha yechgan poyabzalini bor-u, tovonini Xorazm shevasida o'tchasini bosib, magazinchini yoniga borar ekan u. Qarzga bo'lsa ham 2 dona konfet olib, uyiga kelib bolasiga berib, o'g'lim yoki qizim mana buni ol deb peshonasidan bir o'par ekan u, dast ko'tarib, Alloh berganingga shukr deb yerga qo'yar ekan. O'shanda biz farzandlardan baxtli odam yo'q. Demoqchi bo'lganim shuki, jon ukam. Bilaman, qara, yoningda shuncha do'stlaring bor. Kimgadir mana bu gaplarim qalbiga boradi. Kimgadir bormaydi, kimga yoqadi, kimga yoqmaydi. Lekin sana bu ko'zingdagi quvonch yoshlari bu eng katta baxt. Agar bor ukam, meni sanikiga o'xshagan mana shunaqa do'stim bo'lsa bor-u, orqa tomoningga turgan do'stni bir vagonidan, bir dunyosidan kechgan bo'lardim, shuni eslab qo'y. Do'stim bor deb suyunma, biroq bil, erkakda bitta do'st bo'ladi. Kimligini so'rasang, ukam mana, turishiga qara, kayfiyatga qara, yigit do'sti ota bo'ladi. Yiqilsang ham, tursang ham doim boshing silab turar muloyim. Ey, bo'lsa hamki qiyomat qoyim, sovg'ani qabul qiling, yigit do'sti ota bo'ladi. Tanlamaydi boylik dasturxon. Tanlamaydi boylik dasturxon. Bu ham senga bir yana imkon. Jon ukam, so'zlarim chin, haqiqat, inon. Yigit do'sti ota bo'ladi. Dardimizga bo'lolgan malham, duoyimiz qiladi hardam. Jon ukam, hatto u dunyoda ham bilinglar yigitlar, yigit do'sti ota bo'ladi. Kimniki otasi bo'lsa, bugun mana shunaqangi qilib borsin, otasini bag'riga bossin. Ota boringizga shukr desin. Kimniki mana shunaqa otasi bo'lsa, borib peshonasidan o'psin, ota sizni berib qo'yganiga shukr desin. Kimniki otasi bo'lsa, bugun borib qo'lidan o'psin. Chunki u qo'llar farzand uchun qadoq bo'lgan qo'llar. Kimniki otasi bo'lsa, bugun borsin, oyog'iga bosh ursin. Sababi u oyoqlar farzand uchun yugurgan oyoqlar. Shunday ekan ukam, sen bugun boshingni baland tut. Chunki sen boy bo'lasan. Chunki sen baxtli bo'lasan. Otasi bor, boy bo'ladi. Omadi bor sinadi. Bitta narsani bil. Omadi bor yigit sinadi, baribir sinadi. Lekin otasi bor.
sinmaydi. Hozirgi qarsaklar otalar uchun bo'lsin, bo'lmasin.